Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga yangi kirganlar uchun boshidan aytib qo'yay, biz mutaxassismiz va faqat ilmda berilgan gaplarnigina aytamiz. Shuning uchun bizdan hozir YouTube ni bosib ketgan, ostida ilmiy asosi bo'lmagan, ya'ni aksariyat yolg'on bo'lgan vahimali gaplarni kutmang. Demak, bu videoda sholi ekinini to'g'ri o'g'itlash haqida gaplashamiz. Chunki bizda aksariyat sholikor dehqonlar sholini to'g'ri o'g'itlash tartibini, aniqrog'i o'g'itlash muddatlari va sholi uchun qanday o'g'itlar eng samarali ekanini yaxshi bilishmayapti. Buni Telegramdagi dehqonchilik guruhida berilayotgan savollardan ko'p ko'ryapmiz. Va ana shu narsalarni yaxshi bilmasdan turib, o'g'itlarga katta xarajatlar qilinadi. Lekin o'ylanganday hosil olish olmayapti. Ya'ni o'g'itlash muddatlarini to'g'ri bilmaslik va to'g'ri o'g'itlarni tanlay olmaslik natijasida deyarli 2 barobar kam hosil olishadi. Aslida bu xarajat bilan kamida 90-100 sentnerdan hosil olishlari kerak. Ya'ni sholi g'alla ekinlari ichida eng ko'p hosil beradigan ekin hisoblanadi. Masalan, yaxshi agrotexnik sharoitda sholini potensial hosildorligi gektarga 100-120 sentner yoki yuqori agrotexnik sharoitda va kuchli novlarda 130-150 sentnergacha hosil olinadi. Demak, sholidan mana shunday yuqori hosil olish uchun o'g'itlash muddatlarini va unga qanday o'g'itlar ishlatilishini yaxshi bilishimiz kerak. Sholidan 1 tonna hosil yetishtirish uchun sof holda o'rtacha 20-24 kg azot, 8-13 kg fosfor va 25-32 kg kaliy sarflanadi. Bizdagi sharoitda sholidan yuqori hosil olish uchun tuproq turiga, tuproqning unumdorlik darajasiga va o'tmishdosh ekinga bog'liq holda gektarga sof holda 150-200 kg azot, 100-130 kg fosfor va 90-120 kg kaliy beriladi. Unumdorligi past bo'lgan yerlarda bu normalar 15-20% ga oshiriladi. Bu sof holdagi oziq moddalarni fizik o'g'itga aylantirishni pastda sodda qilib tushuntiramiz. To'xta, kaliy kam emasmi deb hayron bo'lmangizlar. Bizdagi tuproqlarda tabiatan o'zlashuvchan kaliy zapasi ko'proq bo'ladi. Endi sholini biologiyasidan kelib chiqib, uni o'g'itlash muddatlarini tushuntirib o'tamiz. Demak, sholichilikda asosiy o'g'itlash deb nomlangan birinchi o'g'itlashda fosforli o'g'itlarni hammasi, kaliyli o'g'itlarni 50% va azotli o'g'itlarni 30-40% ekish oldidan yer tayyorlash vaqtida solinadi. Bunda bu o'g'itlar chizel kultivatorlarda tuproqni kamida 10-12 sm chuqurligiga aralashtirib tashlanadi. Ya'ni boshqa ekinlardan farq qilib sholiga shudgor ostiga o'g'itlar berilmaydi. Biroq birinchi o'g'itlashda fosfor va kaliyni berishda yana boshqacha bir usul borki, buni pastda aytamiz. Chunki bu variant uchun zamonaviy o'g'itlar kerak. Ikkinchi o'g'itlash esa sholi unib chiqib 3-4 chimbark chiqarganda o'tkaziladi. Bunda faqat azot solinadi. Ya'ni azotni yillik normasini 30-35% shu vaqtda beriladi. Va oxirgi o'g'itlash, ya'ni 3-martalik o'g'itlash sholini tuplanish davrida bo'ladi. Bu vaqtda kaliyni qolgan yarmi va azotni qolgan 30-35% beriladi va shu bilan sholini o'g'itlash tugatiladi. Biz sholini rovaklash yoki gullash davrigacha o'g'itlab yotamiz. Bu nima degani endi deb hayron bo'layotgan ba'zi akalarga javob: yo'q. Sholini oxirgi o'g'itlash uni tuplash davrida o'tkaziladi. Uni hatto naychalash davrida o'tkazish ham kech o'g'itlashga kiradi. Chunki sholi naychalash davriga kelib o'ziga kerakli bo'lgan jami azotni 80-90% ni, fosfor va kaliylarni esa deyarli hammasini o'zlashtirib bo'ladi. Ya'ni sholi ham barcha g'alla ekinlari singari naychalash davrining oxirigacha ildizi, poyasi va barglarida oziq moddalarni zapas qilib oladi-da, keyin ana shu zapasdan foydalanib hosilini yaratadi. Sholi agar naychalash davrining o'rtalarigacha yetarli zaxira yig'ib olmasa, keyingi oziqlantirishlari faqat begona o'tlarni va kasalliklarni, ayniqsa perikulariyoz kasalligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Lekin sholi uchun deyarli befoyda bo'ladi. Hatto zararga ham ketadi. Chunki naychalash davrida berilgan azotli o'g'itlar sholini o'stirib yuboradi. Bunda sholi poyasi yumshoq bo'lib, tezda yotib qoladi va yashil massasi ko'payib, doni to'q bo'lmaydi. Pishishi kechikib ketadi. Endi sholiga mo'ljallangan o'g'itlar haqida gaplashamiz. Ya'ni sholi suv ichida yoki o'ta yuqori namlik sharoitida o'sadigan ekin bo'lgani uchun unga to'g'ri kelgan o'g'itlarni berib bo'lmaydi.
Unga yuvilmaydigan, sekin va to'liq o'zlashadigan o'g'itlar kerak. To'g'ri, aksariyat dehqonlar sholiga fosforli o'g'it sifatida ammofos yoki superfosfatni, kaliyli o'g'itlardan kaliy xlorid yoki kaliy sulfatlarni berib kelishadi. Ya'ni bu o'g'itlar dehqonlarga yaxshi tanish. Lekin hozirgi zamonaviy sholichilik uchun bu o'g'itlar eskirdi. Ular klassik o'g'itlar deyiladi. Biroq zamon rivojlanyapti. Demak, o'g'itlarni ham yangilari, zamonaviylari va albatta samarasi hamda o'zlashuvchanligi yuqori bo'lgan yangi turlari chiqyapti. Biz sholimizdan ko'p va sifatli hosil olmoqchimizmi? Unda zamonaviy o'g'itlarni ishlatishni ham o'rganishimiz kerak. Boya yuqorida bekorga asosan fosforli, kaliyli va azotli o'g'itlarni aytmadik. Bular makro elementlar deyiladi va sholi uchun bu 3 ta oziq moddalarning ahamiyati beqiyos. Lekin bu elementlarni yakka holda saqlovchi o'g'itlar, ya'ni boya aytilgan klassik o'g'itlarni alohida bo'lishi ularni yerga berishda mehnat va xarajatni ko'paytirib yuboradi. Yomoni, bu elementlarning bittasi, masalan, fosfor kam bo'lsa, boshqalarni ham o'zlashish foizlari pasayib ketadi. Va aksincha, masalan, agar kaliy yetarli bo'lmasa, azot va fosfor ham yaxshi o'zlashmaydi. Zamonaviy agronomiyada esa bu muammolarni real yechimi sifatida MPKli o'g'itlar taklif qilinadi. Chunki MPKlarda shu 3 ta oziq modda bir o'g'itga joylashtiriladi. Bu esa o'g'itlarni alohida solish tashvishidan qutqaradi. 3 emas, bir xarajat bo'ladi. Ham o'simliklarni bu elementlarga talabi to'liq qondiriladi, ham MPKlar boshqa klassik o'g'itlardan farq qilib yaxshi o'zlashadi. Eng zo'ri esa MPKli o'g'itlardagi oziq moddalar 1 yil ichida o'zlashib tugaydi va ularni o'zlashish foizlari juda yuqori bo'ladi. Taqqoslash uchun, masalan, hamma biladigan ammofos yoki superfosfat o'g'itlari 3 yil davomida o'zlashadi. Ya'ni birinchi yil 5-15%, ikkinchi yil 10-12% va uchinchi yili 5% o'zlashadi. Qolgani tuproqqa tosh bo'lib mahkamlanadi. Undan o'simlik foydalana olmaydi. Bu meni gapim emas. Bu agronomiya institutlarida o'g'itlash tizimi bo'yicha eng ko'p o'rgatiladigan ilmiy kitobdan olingan gap. Mana isboti. Kaliyli o'g'itlarni esa birinchi yil o'rtacha 50%, ikkinchi yil 15-20% o'zlashadi. Qolgani tuproqqa mahkamlanadi. Bu gaplar eng yaxshi holatdagi tuproqlar uchun. Bizdagi nochor tuproqlarda bu ko'rsatkichlar ancha past bo'ladi. Mana bu jadval tuproq sharoiti yaxshi bo'lgan yerlarda o'tkazilgan tajribalar xulosasi. Videoni to'xtatib ko'rib olingizlar. Mayli, bu klassik o'g'itlarni arzon demaymiz-ku, lekin o'rganib qolganimiz, ishlatishni bilganimiz uchun amallab foydalanishimiz mumkin. Biroq hozirda bularning qalbaklari hamma joyni bosib ketdi. Ulardagi oziq moddalarning foizlari juda kam. Buni qanday tekshirishni bilmagan dehqon yoki bog'bonlar bu o'g'itlarni katta pulga olib, ekinlarga berib, oxirida hosilidan yutqazyapti. Ya'ni ham shoxga, ham tuyoqqa urishyapti. Demak, bu gaplardan xulosa shuki, endi biz shu vaqtgacha ishlatib kelayotgan eski o'g'itlardan voz kechishimiz kerak. Bularning davri o'tdi. Hozir ularning narxiga ulardan ancha yuqori samara beruvchi zamonaviy o'g'itlarni olish mumkin. Ya'ni eskicha o'g'itlarni kam o'zlashishi, ko'p isrof bo'lishi, tuproq ichiga chuqur berishi zarurati, qalbaklarning ko'pligi va boshqa bir qancha muammolar bularni MPK o'g'itlarga almashtirish kerak degan xulosaga olib kelyapti. Chunki MPKlarda bunaqa muammolar bo'lmaydi. Bo'pti, MPKli o'g'itlarga e'tiroz yo'q. Hamma tomondan qulay ekan, lekin nega yoppasiga sholichilikda qo'llanilmayapti unda? Gap shundaki, MPKlar ancha qimmat turadi. Chunki ular asosan chetdan olib kelinadi va to xaridorga yetgunicha 2-3 qo'ldan o'tadi. Bunda tabiiyki har bir qo'l o'zini cho'talini olib qoladi. Demakki, xaridorga kelgunicha kamida 2 barobar qimmat bo'ladi. Ya'ni ularni sholiga qo'llash qimmatlik qiladi. Xo'p, klassik o'g'itlardagi boyaki muammolar sababli xarajat ko'p, hosil kam bo'lsa, MPKli o'g'itlar qimmat bo'lsa, unda nima qilaylik? Ishni yig'ishtiramizmi? Yo'q, shoshmasangiz buni yechimini ham aytamiz. Demak, buni real yechimi sifatida Extrafos kompaniyasida ishlab chiqarilayotgan Extrafos 15-15-15 deb nomlangan MPKli o'g'itini ko'rsatamiz. Bu o'g'it Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi va tarkibida to'liq o'zlashuvchi 15% azot, 15% fosfor va 15% kaliy saqlaydi. Bulardan tashqari yana bu o'g'itga kompaniyani know-how'si bo'lgan maxsus modda qo'shilganki, bu modda fosfor va kaliyni tuproqda mahkamlanib qolishdan va o'g'itni suvda
darrov erib ketishdan saqlaydi. Ya'ni bu modda ta'sirida o'g'it donachalari suvda shishib, oziq moddalarini tuproqqa asta-sekin va dozalangan holda chiqarib beradi. Bu usul yangi texnologiya bo'lib, o'g'itni sekinlashtirilgan ta'siri, ya'ni inglizchada slow release deb ataladi. Va shu texnologiya bo'yicha tayyorlangan Extra Fos o'g'iti boshqa klassik o'g'itlarga nisbatan hosildorlikni kamida 15-20% ga yuqori qilib beradi. Lekin Extra Fos MPK o'zimizda chiqarilgani, xomashyollari ham o'zimizda bo'lgani uchun boshqa chetdan kelayotgan shu kabi MPKlarga qaraganda ancha arzon. To'g'ri, hozirda oddiy usulda qo'lbola sexlarda tayyorlanayotgan bundan ham arzon MPKlar ham bor, lekin ular yuqorida aytilgan klassik o'g'itlardan ham battar. Narxiga qiziqib chuv-chuv qolmangizlar. Demak, o'g'itlar bo'yicha mutaxassisligimdan kelib chiqib aytamanki, sholini to'liq tarkibda oziqlantirishda va samaradorligi bo'yicha Extra Fos 3.15 lik MPK ni oldiga tushadigan o'g'it yo'q hali. Chunki birinchidan sholiga yoppasiga ishlatish darajasida arzon, ikkinchidan o'zida asosiy 3 xil oziq moddalarni yetarlicha saqlaydi va bu oziq moddalar 1 yildayoq deyarli to'liq o'zlashadi. Endi ana shu Extra Fos MPK ni sholiga qo'llash tartibini ham aytamiz. Bu o'g'it ishlatilganda boshqa fosforli va kaliyli o'g'itlar hamda eksholda beriladigan azotli o'g'itlar berilmaydi. Bu o'g'it ularni o'rnini ortig'i bilan bosadi. Boya yuqorida sholini o'g'itlashni yana bir usuli bor, unga zamonaviy o'g'itlar kerak bo'ladi deganimizda MPKli o'g'itlarni nazarda tutgandik. Demak, bu variantda Extra Fos MPK ni 65-70% eksholda o'g'itlashda beriladi. Va sholidan yuqori hosil olish uchun gektariga o'rtacha 650-700 kg Extra Fos MPK berilishi kerak. Hamda buni 65-70%, ya'ni 425-490 kg ekish oldidan yer tayyorlash vaqtida chizellarda tuproqqa aralashtirib tashlanadi. Bu miqdor yuqorida aytilgan eksholda beriladigan oziq moddalarning foizlariga to'la mos keladi. Lekin ikkinchi o'g'itlashda Extra Fos berilmaydi, chunki bu vaqtda faqat azot berish kerak. Bunda masalan 300 kg ammoniy sulfat yoki 150 kg karbamid beriladi. Biroq sholi uchun ammoniy sulfat yaxshi. Unda oltin gugurt ham bor. Uchinchi o'g'itlashda esa Extra Fosni qolgani, ya'ni 210-225 kg ga 200 kg ammoniy sulfat yoki 100 kg karbamid qo'shib beriladi. Nega uchinchi oziqlantirishda azotli o'g'itlar kam deb hayron bo'lmang. Extra Fosda 15% yuvilmaydigan azot ham bor. Ya'ni har 100 kg Extra Fosda 15 kg sof holda azot saqlanadi. Bu 75 kg ammoniy sulfatga teng keladi. Ma'lumot uchun, ammoniy sulfatda 21% azot saqlanadi. Agar siz 700 kg Extra Fos bersangiz, bu 500 kg ammoniy sulfatga teng degani. Ya'ni shol uchun belgilangan azotni yillik normasini yarmidan ko'pi bu. Va shuncha Extra Fos berilganda siz oldingi yillarda beriladigan 300-350 kg ammofos yoki 700-800 kg superfosfat va 200-220 kg kaliy hamda azotli o'g'itlarni yarmidan ko'pini bermaysiz. Extra Fos bularni o'rnini to'liq bosadi. Endi bu o'g'itlarni berish miqdorini mablag'iga qarab hal qilaverasizlar. Biz o'rtacha normalarni aytamiz. Siz olinishi reja qilingan hosilga qarab buni ko'paytirishlaringiz yoki kamroq berishlaringiz ham mumkin. Hosildorlik hamma vaqt o'g'itlarni to'g'ri vaqtda berishga va uni miqdoriga mos holda ko'p yoki kam bo'ladi. Tushunarli aytganda, siz qizil chiziqdan o'tmaydigan, ya'ni ekinlar o'zlashtira oladigan darajada ko'p o'g'it bersangiz, hosilingiz ham shuncha ko'p bo'laveradi. Yoki kam o'g'it bersangiz, kamroq hosil olasiz. Extra Fos MPK ni eksholda va o'suv davridagi qo'llashda sholi uchun qizil chiziq bu 1 gektarga minimal 600 kg, maksimal 850 kg bo'ladi. Demak, shu tartibda o'g'itlansa, sholi boshlang'ich va butun o'suv davrida ham yuqoridagi oziq moddalar bilan to'liq ta'minlanadi, tez o'sib baquvvat rivojlanadi, boshoq yoki ruvaklarning soni ko'payadi va ulardagi donlar yirik, to'q hamda og'ir bo'ladi. Xo'p, Extra Fos MPK ni sholiga qo'llash bo'yicha qisqacha ma'lumotimiz shu. Agar nimadir tushunarsiz bo'lsa yoki bu o'g'itni boshqa ekin va mevali daraxtlarga qo'llash bo'yicha savollaringiz bo'lsa, unda Telegramdagi dehqonchilik degan guruhimizda so'rangizlar. Va albatta boshqa savollarni ham bemalol berishlaringiz mumkin. Aksariyatiga o'zim javob yozaman. Guruh havolasi va Extra Fos MPK ni olishdagi call center raqamlari video ostida hamda kommentariyada berilgan. Ko'k yozuvni bossangiz o'zi o'tkazib qo'yadi.
Demak, shu bilan bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr azizlar.